O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Temur Kapadze 2026-yilgi Jahon chempionati 3-bosqichi 8-turdan o'rin olgan Eronga qarshi o'yin oldida matbuot anjumanida ishtirok etib, o'z fikrini bildirdi. Ertaga bizni qiziqarli o'yin kutmoqda. Eron ham, o'zimizni ham qanaqa kuchga ega ekanligimizni yaxshi bilamiz. Bo'lajak bahsga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Eron terma jamoasini va mamlakat chempionatini yaxshi bilamiz. Ikkala jamoa o'zaro ko'p marotaba bahs olib borgan. Shuning uchun ham raqiblarimiz haqida o'zim ham ko'p ma'lumotga egaman. Eron chempionati to'p tepadigan futbolchilarimizdan ham raqiblarimiz haqida ham kerakli ma'lumotlarni oldik, deydi mutaxassis. Shuningdek, Kapadze terma jamoani oldingi va hozirgi avlod o'rtasidagi haqida ham gapirib o'tdi. Jamoamiz avlodlari ham solishtirmagandim. Hozirda O'zbekiston milliy terma jamoasi 16 ochko olgan va biz albatta g'alaba muhim bizga, deydi Kapadze.